Assalomu alaykum. K7 avtomobilimiz 2020-yil 78 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin 2,5 ob'yom. Mashinamiz tana holatda turibdi. Narxi 15 million 900 ming won. Balonlari ham normalniy. K7 minadiganlarga eshik dasti bor. Elektronniy sidina pamyatlarigacha bor. Polasa ushlaydi. Yonda bokovoy sensorlari mavjud. Kruz kontrollari bor. Rul isiydi. Avtohold, avtoparking, 360 kamera, orqada pardalar tushib chiqadi. Abduf, Avagres sidinalar, start stop monitori bor. Black box, IPS. Mashinamiz lukdan boshqa deyarli ko'p narsasi bor. Hop, tonirovkasi ham yaxshi holatda ekan, ichkari umuman ko'rinmayapti. Pardalargacha bor ekan. Sidinasi istadi, o'ta keng bo'lgan K7 avtomobilimiz. Betlari yog'och. Orqa balonlari ham cho'tka holatda. Diskalarda bir-ikki tashlangan joylari bor. Iloji yo'q. Hamma mashinada bo'ladi endi eski mashinalar. K7 kilometr kam benzin qidirib yurganlarga mana 15 million 900 ming won. Kelib test driving qilib ko'rasizlar. Oppoq rangdagi avtomobil.